Akajon, ushbu avtomashinani sizga 494 million naqd pulga dedimi? Xo'sh. Agarda shu mani so'rab kelsinda, shu mashinani men sizga zo'r narxini qilib beraman. Qancha qilib berasiz aka? Shu mashinaga 5 ta shartnomam bor. 5 dona. 5 dona. 5 dona. Kattalarga shunday qo'yishgan, menga ular nima deysiz menga? Kattalarga shu kam shartnoma qo'yishgan. Kimgadir buni oshiqlari ko'p. Oshiqlar ko'p. Ko'p yaxshi ko'rishadi. Ikki shaharga ko'paygan. 494 dedim naqd pulga. 512 million resursga keladimi? Xo'sh. E'tibor bering. Oxirigacha 469 million so'mga naqd pulga men chiqarib beraman. 69 million. Ha. Naqd pulga men qilib beraman. Naqd pulga. Qilib beraydigani yo'q. 469 million so'mga Yana 25 million topsizda shuni. xarid qilsinlar. Aybi. Yana 25 million arzoniga Kisalar qoladi-ku aka. sanoqli. Aybi, sanoqli 5 dona shartnoma bor deb. Yana 2500 dollar demak chegirmasi bor. Full aka. Faqat Mirshod aka bog'lanasizlar. Bunaqa yangiliklar faqat Mirshod akada. Aka, buni olsangiz 512 dan ayrishingiz kerak. 512 million rasulchkasi o'zi buni. Shunaqa lekin. 512 milliondan 469 dan ayring necha pul bo'ladi? Xo'sh, 25 u 40 milliondan. 40 millionga yaqin chegirma bo'ladi. Shunaqa. Shunday bo'ladimi? 470 desak, 43 million. 43 million so'm aka bitta mashina yana. Yana bitta mashinani puli. mashina aksiya. Aksiya. T2 469 million 5 ta shartnoma. Ulgurish joyi. Bosing, iltimos, bosing, zo'r payt. Zo'r vaqt 5 dona shartnoma qoldi. Boshqa qolmadi. Ulgurish joyi. Marhamat. Telefon raqamlarimni aytdim. 99 589 07 76 shaxsiy nomerim. Bizda bu video uchadi. Men bilaman. Like, kommentariyalar bilan birga portlatamiz. Portlatamiz aka. Respublika bo'yicha bunaqa narx bo'lmagan. Ana biz boshladik. 1-maydan boshlanadigan video bu. Xo'sh. Ana endi yangi mashinamizga o'tamiz. Yangi mashinaga o'ting. Ha, aka, yangi mashinamizga o'tamiz. Aka, Jitur T1. 345 million so'm dashing dedim, to'g'rimi? Xo'sh. Aka, shu Jitur T1ni 400 million so'mligi bor. 386 million so'm qilib beraman. Rassrochkaga. 4 yilgacha T1 avtomashinasini. Gibridini. 1.5ni. 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 Shunaqa kuzov, shunaqa uzunlik, shunaqa gavda, полный komfort, koja salon, sideniya elektronli, 540 kamera, полный full pozitsiyasi aka. Mana salonni keling ko'rsiz. Ana shuni o'zi. Shundoq desangiz ham bo'ladi. Faqat 1.5 varianti. Bu 2 litrligida bu o'zi ko'rsatganmiz. Talab ozgina kuchligi uchun o'z salonga yo'q. Lekin top beraman men siz uchun. Bu 2 litrlik motorli. Bunda aka, bundan shartnoma 15 dona bor. Xo'sh. 15 dona shartnoma aka. Xohlasalar 386 millionga, 20 million arzoniga yana. Xo'sh. Rassrochka 4 yilgacha. Rassrochka 4 yilgacha. Xohlasalar yo'qmi aka? Naqd pulga olaman desalar, 366 million so'mga. Naqd pulga. 366 millionga. Naqd pulga chiqarib beraman. Ana sizga. Yana 20 million. 20 million yana foydalarga. 40 million o'pish bo'ldi. 40 million o'pish. 40 million so'm foydalarga aka. Mazza qiladigan joyi. Kelish kerak, ko'rish kerak faqat mashinalarni. Test drive qilib, yoqqandan keyin aka bilan o'zlari 1 soatga o'tlaringizga chiqarib beradilar. Rassrochkaga, avtokreditga qancha vaqt ketadi Mirshod aka? Aka, men sizga 1 soat deb yo'q gapirmayman. Aka, kamida 2-3 soat vaqtlarni olaman. 2-3 soat vaqt olasiz. Zato bitirib berasiz. Ha, viloyatdan keladilar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Namangan, Qoraqalpoq, Xorazm, Navoiy. Aka, shuncha viloyatdan keladigan mijozlarimiz bor Buxoroga. Buxoroni ziyorat qilish bepul. Bepul. Kelasiz, men sizni aylantiraman. Men bilan borib, mazza qilib Bahovuddin Naqshbandni ziyorat qilamiz. Yana sizlar uchun bepul gostinitsalarni ta'minlab beraman. Ujinlarni ham qilib beraman, mazza qilib keting. Viloyatdan kelganlarga. Ha, viloyatdan kelganlar uchun shunaqa sharoit yaratib beraman. Qo'yil aka. Mashinani ham xiltaqlab beraman. Yana sharoit ham yaratib beraman. Bizlardan so'rab keringlar. Rashid akani videolaridan ko'rganman sizni. Shu video yoqqan edi menga deb aytinglar, men sizlarga chiroyli qilib shu bonuslarni ham shu nomlardan zo'r qilib beraman. Gap yo'q. Bizlardan like bo'lsinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Biz harakat qilyapmiz. Harakat qilyapmiz sizlar uchun. Mana ushbu avtomashinani aytdim-a? Shunda 2 litrligi bor. 470 million so'm edi aka. 450 million so'm. 450 million so'm naqd pulga qilib beraman. Kechirasiz. Rassrochkaga 452 million so'mga qilib beraman aka shu mashinani. Seryozni. 450 million so'mga qilib beraman. 449 million 500 mayli aka. 449 million 500. 449,5 million so'mga naqd pul evaziga qilib beraman. Nima deyapti aka? Yana 20 million tushirdim. 470 million so'mdan
20 million tushdimi? Gibridinimi? Benzin 2 litrligi. 2 litrligini. 2 1,5ning aytdim o'zi. 2 litrligini endi aytyapman. Xo'sh. Aka, rassrochka 4 yilgacha deb aytdim. Shu mashinaga ham amal qiladi. T1 ga. 3 ta T1 bo'lsa, 3 ta T1 ga ham amal qiladi. Uchoviga T2 ga ham amal qiladi. Dashing ga ham amal qiladi. 4 yillik. X70 FL Comfort ga ham amal qiladi. X50 Luxury ga ham amal qiladi. 4 yilgacha. Foizsiz. Inobatga olinglar foizsiz. Imtiyozli kreditlar ham bor, faqatgina o'sha narxlar o'sha qoladi. Bunaqa aksiyalarni ola olmaysiz. Tushunarli. Inobatga olinglar. Lekin limit bilan aytib qo'ydim ha. Lekin Boshqa bo'lmaydi. Keyin telefon qilib tugagan paytda, yolg'on, kema bunaqa gap bo'lmasa. Bor narsani bor deb aytyapman. o'zi aksiya narxida yana rassrochka qilib beryapsiz. Agarda ulgurib qolsangiz, bitta shartnoma qilib telefon qiling menga Telegramdan yozasizmi, telefon qiling, pasportingizni tashlab qo'ying. Men bitta shartnoma qilib qo'yaman, siz uchun saqlab o'tiraman. Bitta zalog tashlaysiz 1-2 million so'm, men shu mashinani saqlab qo'yaman. Bo'lsa agar shu viloyatdan kelganlar uchun. Tushunay. Aka, ketdik endi. Ketdik. Naqd pulni aytamiz. Nimaiki naqd pul to'laydigan akalarimiz ko'p. Akalarimiz ko'p. 450 million so'm, 449,5 million so'm rassrochkaga deb aytdik-a. Xo'sh. Aka, shu mashinani 20 million chegirma bilan rassrochkaga aytdim. Xo'sh. 20 million yana tushib bersam nima deysiz? O'zi rassrochkaga 20 million tushib berdingiz. Ha, 20 million naqdga ham tushirib beraman aka. 20 million naqdga yana tushib beryapsiz. Ha, 430 million so'm chiqarib beraman akajon shu mashinani. 430 million so'mga. Gibridinimi? Benzin 2 litrligini. 2 litrligini, ha. Naqd pulga. Naqd pulga. 430 millionga chiqarib beraman. Aka, kelsinlar, minib ketsinlar, yil 26. Yillari yangi. Yil 26 naqd pulga 430 million so'm. Bunaqasi bo'lmagan. Telefon raqamiga telefon qilinglar. Ulgurib qolinglar, bunaqa shans bo'lmaydi. 15 dona shartnoma bu. 15 dona. Ulgurib qolinglar, bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Yangi avtomashina Jetur T1, T2 dan baland bu. Obzorlarni ko'rdik. Test drive'larni ko'rdik. Xuddi shunday. Ko'rdingizlar-ku, nima qilyapti? Qanaqa yo'llarda, qanaqa sharoitlarda o'tganini tog'larga qanaqa minishyapti. Bu qiynab, hech narsa bo'lmaydi bu janovarga. Zo'r bo'lishi. Tushunay. Xo'sh. Xo'p, aka, ketdik. Oxirgi Jetur T1 ga o'tamiz. Oxirgisi. Mana siz aytgan gibrid dedingiz, shu gibriddan menimcha shu menimcha o'zim gibrid olmoqchi menimcha, aka. Shunday qiziqish zo'rda bunga. Gap yo'q. Ekonom bo'lsin deysiz-da? Ekonom. O't kuchi ko'p. To'g'ri aytasiz. Aka, qarang. Shu xalqimiz uchun ekonom bo'lishi uchun shu mashinaning narxi 500 million so'm. 500 million. 501 million so'm. Aka, mayli, shuni rassrochka bo'lib to'lashga chiqarib beraman. 300 million arzonga. 472 million so'mga. Xohlasalar. Bo'lib to'lash 4 yilgacha. 4 yilga. 4 yilgacha. Aka, benzinga yuradi. Benzinga yuradi. Bu orqa привод emas bu. Bu xohlasangiz agar передний привод bo'ladi. Bu ko'ryapsan? Передний привод bu. Orqa приводи elektronni bo'ladi-ku, reduktorlar. Bunaqa emas bu. Bu aka plug-in gibrid. Bu boshqa xil. Bularni расходi ham kam. 2 litr, 2,5 litr, 3 litrgacha maksimal yeydi. Tamom. 3 litrgacha o'zi quvvatlaydi aka. O'zini zaryadlaydi. Shunday. Aka, 30 million arzonga rassrochka chiqarib beraman. Rassrochkaga 30 million arzonga. Avtopilot, polasa удержания, hamma narsasi bu. Hamma qulayligi bu. Elektronniy bagajlarni ham ko'rsatamiz xalqimiz uchun, mana ko'rishsin. T1cha lekin juda yoqqan menga o'zim. T1 juda ham zo'r. Haydab ko'rdim, vaqti zo'r narsa. Bitta bosishingiz kerak lekin siz. Lekin haydab ko'rdim, vaqti yoqdi. Nasib bo'lsa bitta bo'lsamiz, niyat qilganmiz. Mana gibrid, zavodskoy o'zini zaryadchiklari bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Lekin shahar ichida ham aka. Mana zavodskoy bunaqa kleykalar bo'ladi o'zini. Avariy znaklari bo'ladi zavodskoy. Gibridlarda shunaqa. Shahar ichida ham, ko'chada ham minib yurishgan zo'r narsa. Nimasi yo'qadi, bu sezuvchanligi zo'r bagaj. Чувствительность. Ha. Masalan, ko'p ham qattiq qilmaydi. Polni avtomatik qaytaradi. Zo'r avtomashina. Mashincha zo'r. 30 million tushirib berdim ha, rassrochkaga. Akalarimiz bor, aytdim aka, naqd pulni yaxshi ko'rishadi. Naqd puldan gapir deyshadi. Naqdini aytaylik. Ha, shu viloyatdan keladi. Deylarki, naqd puldan gapir. Naqd pulga qancha berasan deysiz. Bo'ladigan joyini, ha? Shu mashinani, aka, shu mashinani men shu aksiyaga qilib bersam, Xo'sh. shu narxga nima deysiz aka? Davay aka, qilib bering qani naqd pulga. Aka, ushbu avtomashinani naqd pulga rassrochkaga o'zi 472 million dedim. 300 million chegirmasdan, to'g'rimi? Naqd pul evaziga 452 million so'mga chiqarib beraman aka.
450 Yana kun. 20 million chegirma, 50 million общий chegirma ketdi aka bunga. Naqd pulga Yangi olsalar avtomashina. yana ham O'zi arzon. yaqinda Buxoroda prezentatsiyasi bo'lib o'tdi. Xabaringiz bor, Arkda, Ha, to'g'rimi? Arkda, ha. Marhamat, aprelga keldi. Bir oy ana endi bo'ldi. Bir oyga yangilik bu. Aka bu 25 ta sotildi bir oyga. Bir oyda. 25 dona sotilgan avtomashina. Imla T1dan. T1. Gibrididan ham sotdik, 1,5ligidan ko'p sotdik, 2 litrligidan ham sotdik aka. To'g'risi, mana nal ichida o'zi xohlagan ranglardan bor. Terib Yana qo'ygan. ketirib qo'yilgan, tayyor. 452 million so'm. Shoshilinglar azizlar, 15 dona shartnoma qoldi bundan. Zo'r O'sha narxda uchun- qilib beryaptilar. Ana aytaman-ku, ulgurib qolishlaringiz uchun telefon raqamlarini qoldirdik. To'g'rimi? To'g'ri. Qizlarimiz bu yerda gapirishadi. Agar o'zim kerak bo'lsam 99 589 07 76 azizlar. Telefon qilinglar, men o'zim shaxsan ko'taraman. Ko'tara olmasam SMS yozinglar, o'zim qaytadan chiqaman. Nimaiki bu yerga sizda mijozlar bilan gaplashamiz. Ko'rsatding mijozlarni? Mana. Mijozlar kelishadi, gaplashamiz. Ilojimiz yo'q. Keyin vaqtimiz bermaydi, ko'tara olmay qolamiz. Shunaqa. To'g'ri tushuninglar. Bu kibrlik emas yoki boshqa narsa emas, faqatgina aka uspet qilayotganimizda. Tamom. Svet qilmayapmiz. Обязательно aka, Rashid aka, shu endi sizning ham auditoriyangiz bu, to'g'rimi? Shunaqa. Aka, menda ham auditoriya bor. Shunday. Обязательно Altin. obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi Mirshod obzorlarni shu yerda mana kuzatasizlar, xudo xohlasa. Mirshod Altinov yozinglar, Altinov. обязательно chiqadi. YouTube'da chiqadi, Instagramda ham o'zlarining profillari bor. Instagramda ham shunday, Mirshod Altinov yozadi, chiqadi. Altinos vlog Instagram profillari bu. Xuddi shunday. Nasib bo'lsa bemalol kuzatsalaringiz bo'ladi. Birinchilardan bo'lib Jitur avtosalonda bo'layotgan yangiliklarni Shu yerda tanishtirib boradilar o'zlari. Xuddi shunday. Agar to'liq obzorlar kerak bo'lsa, bemalol akkauntimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga chiroyli aytayapman, obzorlarni qilishda davom etamiz. Faqat sizlar uchun harakat qilamiz. Boshqa hech Gap kim yo'q. uchun emas. Gap yo'q, Mirshod aka. Shu niyat qilib mashina oling. Shunday. Xudo xolasa, qolgani bo'ladi. Kelaverasizlar bemalol Mirshod akaga. Assalomu akajon, sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tepa-to'g'ri aytdingiz. Tepa-to'g'ri aytdingiz. Sog' bo'lasiz aka. По-musulmonski aka. Kelasizlar, sizlarni o'zlari kutib olib, o'zlari jo'nataveradilar. To'g'ri akajon. Ishlari shu yerda o'zidan bitib ketadi. Agar aka mashinasi bo'lsa, trading xizmati ham bor, aka, shuni aytib keting. Trading xizmatlarimiz обязательно bor. Aka, mashinalarni farqi yo'q, eski yilimi, 2008, 2010, 2012 olaveramiz aka. Farqi yo'q Yo'q tursa bo'ldi. Mashina bormi olib keling, shu biza sotib beramiz sizga. Yordam. Sotib ham beramiz. Ha, sotib beramiz aka. Qiynalmaysiz, bizada bor odamlar, tanishlar ko'p. Ovora bo'lmaysiz xullas. Xuddi shunday. Keldilar, mindilar, ketdilar, tamom. Shunday. Shunday ovoragarchilik bo'lmaydi. Xo'p, Hamma shart-sharoitlar yaratib qo'yilgan. tez drive xizmatlarimiz ham bor. Rashid aka. Shunday. Keladilar, любой bitta avtomashinani men shaxsan o'zim haydatib ko'rsataman. Lekin parolni unutmanglar. So'rab kelish kerak. Mirshod akani. Qo'shilmayman keyin. Gap yo'q aka. Tamam. O'sha uchun Mirshod. Shunday resepsiyonga kirsangiz, o'sha yerda qizlar turadi, ana shu resepsiyonda. Ko'rsating. Shu yerdan qizlar chiqadi, sizga mana bunaqa price berishadi, mana. Shunday kelishadi, birinchi marta kelyapsizmi deydi, mana. Birinchi marta kelyapsizmi yoki oldin kelganmisiz deb so'raydi sizdan. Ha yo'q, oldin kelganman, Mirshod bilan gaplashganman deb ayting bo'ldi. Sizdan hech narsa ketmaydi. Qo'lingizga beradi, meni chaqiradi, tamom. Gap yo'q aka. Men sizga avtomatik o'zi o'zim qarayman. Gap yo'q akajon. Parolni ko'rsatdim. Charchamang aka. Ishlaringizga omad. Rashid aka. Ko'rishguncha akajon. Sizga ham omad aka. Sog' bo'lasiz. Ishlaringiz rivojini bersin. Обязательно Rashid akani поддержка qilasizlar. Like, comment bosinglar. Sizdan hech narsa ketmaydi. Bitta like. shuni so'raymiz, tamom. Bu bizga pul bermaydi. O'ylamang, bu narsa blogerstvaga biron deysa bermaydi. Bizga просто tanilish bo'ladi, birinchidan. Ikkinchisidan auditoriya ko'proq yig'iladi, ko'proq odam ko'radi. Siz ham bir kishini olishiga sababchi bo'lasiz, tamom. Boshqa hech narsa emas. Yaxshilik, hammadan yaxshilik bo'lsin. Gap yo'q Mirshod aka. Akajon, Gazini bosing aka. salomat bo'ling Sog' bo'lingizga akajon. rivoj. Hammalaringizni afsonaga kutib qolamiz azizlar. Kutamiz akalar sizlarni ham. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.